Bismillah. Bismillah har bir ishning muqaddimasi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Saodat asri kitobini o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tug'ilishidan to vafotigacha bo'lgan hayoti sirlarini o'rganamiz. Video boshida NOK kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Muallif Ahmad Lutfiy Qozonchi. Saodat asri 2-kitob 17-qism. Bismillahirrohmanirrohim. Bu gaplarni eshitib turgan boshqa jinlar hayron edilar. Nimalar deyapsizlar o'zi deya so'rashdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Qur'on tinglagan jinlar so'zlarida davom etishdi. Darhaqiqat, bizlar haq yo'liga hidoyat qiladigan bir ajib Qur'onni eshitdik va darhol unga iymon keltirdik. Bizlar endi Parvardigorimizga hargiz biron narsani sherik qilmasmiz. Musulmon jinlarini bu da'vatini qabul qilganlar bo'ldi va ular deyishdi: albatta bizlarni ichimizdagi ahmoq iblis Alloh sha'niga u zotni xotini va bolasi bor deb nohaq so'z aytar edi. Albatta bizlar ins ham jin ham Alloh sha'niga hargiz yolg'on so'zlamas deb o'ylar edik. Buning ziddi o'laroq jinlarning bir qismi kofirligicha qoldi. Alloh taolo jin va ahqof suralarini ushbu oyatlarini undirib sharafli rasulini bu holatlardan o'rtaga o'tgan gap so'zlardan xabardor etdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga tobora yaqinlashar ekanlar, Hiro tog'ining etaklariga yetganida to'xtadilar. Bu yerdan u yog'iga xotirjam ketish imkoni yo'q. Bemalol shaharga kirishga mushriklar yo'l qo'ymasligini juda yaxshi bilar edilar. Shu payt Huzoza qabilasidan bir odam uchrab qoldi. Menga xolis bir xizmat qilmaysanmi deb so'radi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bajonidil dedi yo'lovchi. U holda Makkaga borginda Ahnas ibn Sharikni top. Muhammad ibn Abdullohni yonidan kelayotirman. Robbim jo'natgan din va payg'ambarlik vazifasini ado etishim davomida meni o'z himoyasiga olarmikin deb so'radilar degan. Yo'lovchi ketdi. Ahnasni topib bor gapni so'zlab berdi. Ahnas bu so'zlarni boshqa qabiladan ekanini bahona qilib uni quruq qaytardi. Yo'lovchi qaytib kelganida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam takror iltimos qildilar. Yana bir marta bormaysanmi men uchun? Mayli javobini olgach dedilar. Suhayl ibn Amrni top. O'sha gaplarimni unga bildir. U yana Makkaga bordi va yana quruq qaytib keldi. Suhayl ham Amr ibn Vays nasliga mansub kishilar gap naslidan bo'lganlarni himoya qila olmas degan javob bilan taklifni rad etgan edi. Haligi odam 3-marta ham Makkaga borib kelishga rozi bo'ldi va bu safar Mutim ibn Odiynikiga bordi. Mutim bu taklifga rozi bo'ldi. Tong otgach Mutim qavmiga o'g'illarini olib barchalari qurollangan holda Hiro tog'iga etaklariga keldi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni boshlab Makkaga sari yo'l oldi. Shaharga kirganlarida yo'llarini Abu Jahl to'sdi. Muhammadni diniga kirdingmi yoki uni himoyangga oldingmi deb so'radi. Diniga kirmadim, himoyamga oldim. Abu Jahlning afti burishdi. O't u holda deb to'ng'illadi. Buyuk da'vat va tasalli. Miroj. Rajab oyining 26-kunidan 27-kuniga o'tar kechasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun bu kun g'oyat qayg'uli bir tarzda o'tayotgan edi. Amakilari va suyukli xotinlarining birin-ketin o'limi, Toifdan Makkaga alamli qaytish va makkaliklarni behisob xunrezliklari azbaroyi yuraklari siqilganidan o'sha kecha uyiga ham bormadi. Ka'baning Hotim nomi berilgan yarim devorli qismida yotib qoldilar. Jabroil alayhissalom uyg'onganida u keltirgan xabardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam benihoya quvonib ketdilar. Qattiq hayajonga tushdilar. Buyuk Alloh u kishini malaklar dunyosiga sayohat qildirishni iroda etgan edi. Sayyidul avvalin va oxirin payg'ambarimizning ko'ksilarini Jabroil amin yordi. Muborak yuraklari zamzam suv bilan yuvildi. Iymon va hikmat nuri ila yo'g'rildi. So'ngra yana berkitib qo'yildi. Biz sening ko'ksingni ochib kengaytirdikmi? Sendan vujudingni bemadar qilgan, belingni bukkan og'ir yukni olib tashladik. Shon sharafing
va martabangga yuksaltirdik oyatlarida ushbu hol aks ettirilar ekan, bundan payg'ambarlar sultoni o'sha kunlarda nihoyatda tushkunlikda yurganlari ham ochiq ko'rinib turardi. Eng ulug' va beqiyos iltifot ana mashaqqatli kunlarga to'g'ri kelgan, mushriklar ozor bergan ko'ngillarning yaratguvchisi buyuk Allohning bu taklifi bilan orom olgan, yana qayta huzur halovat topgan edi. Ehtimol ko'ksini yorish kabi g'aroyib hodisa sultoni anbiyoni sallallohu alayhi vasallamni mazkur safariga tayyorlagan quvomat muolajasi bo'lgandir. Shu kungacha ko'rmagan olamlarni sayr etib tomosha qiladilar. Birovni xayoliga kelmaydigan hodisalarni guvohi bo'ladilar. Jabroil Amin Buroq ismli bir otni ham yetaklab kelgan edi. Benihoya darajada uchqur va chopag'on bo'lgan bu ot eshakdan hiyla balandroq, oddiy otlardan bo'yi hiyla pastroq bir hayvon edi. Bir zumda Quddus shahriga yetib borishdi. Baytul Maqdis shu yerda joylashgan bo'lib, payg'ambarlarning ruhlari shu yerda u zotni sharafini kutib olishga to'plangan edilar. Payg'ambarlar jamoat bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning imomliklarida 2 rakat namoz o'qishdi. Azalda imomul anbiyo val mursalin bo'lishi taqdir qilingan ulug' payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bog'liqlik shu tariqa namoyish etilgan. U zotni oralarida saf tortib payg'ambarlar imomi ekanliklari qabul etilgan va tasdiqlangan edi. Bu payg'ambarlarning har biri ummatlariga agar o'sha zamonga yetsalaringiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon keltiringlar deb tavsiya etishgan va buyurishgan edi. Bu tavsiyaga ma'no olamida ularning o'zlari ham sodiq bo'lib qolganlaridan dalolat berardi. Bu namoz u zotni eng ulug' yo'lboshchi deb tan olganlari shu yo'sinda ifoda etildi. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Miroj nomli berilgan ishga binoan ko'kka yuksala boshladilar. Payg'ambarimiz alayhissalom bu haqda hikoya qilar ekanlar: "Men Mirojdan go'zalroq, ko'z qamashtiradigan g'aroyibroq narsani ko'rmadim. Sizlardan vafot etadigan kimsalar uni ko'rishga muvaffaq bo'ladilar. O'lganlar unga tikilganlarida hayronu lol qoladilar" degan edilar. Qur'onda ushbu ilohiy safar haqida shunday deyiladi: Allohim bir kecha o'z bandasi Muhammadni unga oyat mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun Makkadagi Masjidul Haramdan Quddusdagi biz atrofini barakatli qilib qo'ygan Masjidul Aqsoga sayr qildirgan. Barcha aybu nuqsondan pok zotdan darhaqiqat u eshitguvchi, ko'rguvchi zotdir. Dunyo sarosimaga yetib borganlarida Jabroil bir eshikni taqillatdi. Kim u? Jabroilman. Yoningdagichi? Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdir. Unga taklif yuborildimi? Ha. Eshik ochildi, ichkariga kirdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u yerda o'tirgan odamni ko'rdilar. O'ng va chap tomonida qandaydir sharpalar bor edi. O'ng tomoniga qaragan payti mamnunlik bilan kulimsirar, chap tomonga qarasa qayg'uga berilar va yig'lar edi. Nabiylar sarvari sallallohu alayhi vasallam ko'rgach, marhamat qil ey solih payg'ambar, solih o'g'il deb qarshiladi, peshvoz chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jabroildan bu kim deb so'radilar. Bu odamdir. Yonidagi sharpalar uning nasliga mansub insonlardir. O'ng tomondagilar jannati, chap tomondagilar esa do'zaxi kishilardir. O'ngga qarasa jannati avlodlarini ko'radi, mamnun bo'lib kulimsiraydi. Chap tomonga qarasa do'zaxiylarni ko'radi, qalbi g'am g'ussaga to'ladi va yig'laydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Odam alayhissalom bilan xayrlashib u yerni tark etdilar. Ikkinchi osmonga ko'tarildilar. Har osmonning kirish darvozasi oldida dunyo osmoniga kirishdan oldin bo'lib o'tgan savol-javob takrorlanar, so'ngra eshik ochilar edi. Ikkinchi osmonda Yahyo va Iso payg'ambarlar bilan, uchinchi osmonda Yusuf payg'ambar bilan, to'rtinchisida Idris payg'ambar bilan, beshinchisida Horun payg'ambar bilan, oltinchisida Muso payg'ambar bilan, yettinchisida Ibrohim payg'ambar bilan uchrashdilar. Jabroil Amin yo'llarida duch kelgan har bir payg'ambarni alohida tanitar,
Ular ham o'z navbatida xush kelibsan ey qadrli qardosh, suyukli payg'ambar deya salom alik qilishar edilar. 7-qavat osmonidan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday bir olamga chaqirildiki, na makon bor unda, na tuproq, na samo deya ta'riflanadigan, yana ham to'g'rirog'i tarafiga so'z ojiz bo'lgan bir olam, Sidratul Muntaho deya ataluvchi maqomga keldilar. Hech kim ko'rmagan, bilmagan bu ilohiy olam haqida hikoya qilar ekanlar. Payg'ambarimiz Sidratul Muntahoni shunday ranglar qamrab olgan ediki, buni oddiy so'zlar bilan tasvirlab berib bo'lmaydi degan edilar. O'sha yerda Jabroil Amin Nabiy Akmal sallallohu alayhi vasallamga yana bir bor asl qiyofasida ko'rindi. Payg'ambarimiz uni bu qiyofada ilk bor Hiro tog'ida Makkaga qaytayotganlarida ko'rib juda qo'rqib ketgan edilar. Lekin bu safar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'rqmadilar. Ko'z ko'rib quloq eshitmagan bu azimlik buyuk Allohning yaratgan qullaridan biriga xos edi xolos. Oddiy bir inson Jabroilni mana shunday qiyofada ko'rishni tasavvur ham qila olmaydi. Jabroilning azamatini taqdirlashdan ojiz bo'lgan inson buyuk Allohning azmini anglashi, tasavvur doirasiga sig'dirishi aslo mumkin emas. Bandasiga faqat ojizlik ila sajda qilish buyurilgan xolos. Ushbu Me'roj kechasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jannat va jahannamni ko'rdilar. U yerda mukofot oladigan, har bir jazo tortadigan insonlarga guvoh bo'ldilar. Shuningdek, mazkur kechada Robbil olamning suyukli payg'ambarini huzuriga qabul etdi. Ta'rifiga sig'maydigan g'aroyib damlar edi bu. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam buyuk Allohni ko'rish va u bilan yuzma-yuz suhbatlashish sharafiga muyassar bo'ldilar. Bu uchrashuvda nimalar suhbatlashgani haqida ortiqcha ma'lumot yo'q. Lekin bu uchrashuvdan payg'ambarimiz kuniga 50 marta namoz o'qish vazifasini olib, u oliy dargohni tark etdilar. Qaytishlarida Hazrati Muso alayhissalom: "Men Isroil o'g'illarini bu masalaga yetarli darajada sinab ko'rdim. Qayt, Robbing oldiga bu namozlarni bir qismini kamaytirishini so'rab yolvorgin", dedi. Haq taologa qilingan iltijo oqibatida 10 vaqt namoz ado etildi. Hazrati Muso takror yuqoridagi gaplarni yodlariga soldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qayta iltijo qildilar. Shu zaylda dastavval kuniga 50 marta o'qilishi buyurilgan namoz takror niyozlar tufayli 5 vaqt o'qilishi farz etilib tasdiqlandi. So'ngra Janobi Haqdan bunday xitob keldi: "Yo Muhammad, bu bir kecha-yu kunduzda o'qiladigan 5 vaqt namoz 50 vaqt namozga teng bo'ladi. Ya'ni har bir o'qiladigan namozga 10 namoz savobini ato eturman. Shuningdek, bandalarimdan har bir yaxshilik qilishga azm etib uni ado eta olmasa, bu savob, ado eta olsa 10 savob ato qilurman. Endi kim biron yomon ishni, gunohni qasd qilsa-yu uni amalga oshirmasa, u kishiga gunoh yozilmas. Agar o'sha yomon niyatini amalga oshirsa, bir gunoh yozilur." Hazrati Muso alayhissalom bilgan narsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ma'lum emasdi. 52 yoshga kirgan, hayotda ko'pgina tajriba orttirgan va keyingi 10 yil ichida turli-tuman yaxshi-yomon kishilar bilan yuzma-yuz bo'lgan va bundan tashqari buyuk Alloh tomonidan mustasno va bir qobiliyat egasi atib yaratilgan Nabiy muhtaram Hazratlari sallallohu alayhi vasallam 50 vaqt namoz o'qish insonlarga og'ir va malol kelishini bilmasmidilar. Bu voqealikni bir jalvai robboniy sifatida baholash joizdir. Ya'ni Robbimizning qudrat va cheksiz marhamatini yana bir bor namoyon etishi deb tushunish to'g'riroq bo'lsa kerak. Qolaversa, ikkinchi tomondan bu hodisani insonlarga avval o'tgan ajdodlarining tajribasiga tayanish lozimligini yana bir bor uqtiradi. Alloh taoloning dastlab 50 vaqt namozini farz etib tayinlashi, so'ngra bir evaziga 10 mukofot taomiliga ko'ra uni 50 vaqtdan 5 vaqtga tushirishni ham ayni jilvai robboniy doirasiga kiradi.